Keling, nima qilib ko'chada turibsizlar? Men sizlar uchun zo'r uy topib qo'ydim. Buni ko'rmasanglar bo'lmaydi. Mana go'zallikni qaranglar. 3 soat u shunaqangi chiroyli, darvozaxonadan kirgan odam bittada mana shu fasad diqqat e'tiborini tortmasdan qo'ymaydi. Hech kim buni ko'rib 3 soatga shunaqa uy qursa bo'larmikan deb o'ylamaydi. Bu yoqqa kelishimiz bilan yozgi oshxona, qozon o'choq, barbekyu zona, naves ostida bemalol ikkita mashinalarni taxlaysanglar bo'ladi. Bu yoqqa keladigan bo'lsa, mana shunaqangi ziloniy zona, olgan odam rayhon atirgullarni olib mazza qilib yashasa bo'ladi. Uyimizdan podvallari yaxlat qilingan, basseyn, saunalar bilan jihozlangan. Ana endi masligi qisqacha uyimizni tanishtirib beraman, qiziqtirish uchun. Qani bismillah deb kiramiz. Hozirlarga ko'rsatib beraman. Kelinglar. Kirishimiz bilan mana shunaqangi katta hol bo'lyapti. Qaranglar. Oila davrasida bu yoqqa mehki zona qilib qo'ysizlar. Bundan zo'r joy bo'lmasa kerak. Bizning o'zbeklarga bilasizlar, kirishinglar bilan keng hol yoqadi. Ana endi bu mehmonxonaga o'zingizlar bitta baho beringlar. Bu uyda haqiqiy professional o'z ishini mutaxassis ishlaganligi shundoqqina ishligidan namoyon. Mana tiagalarni qaranglar. Gap so'z yo'q. Inshaalloh uy olaman deb yaxshi niyatda yurgan har bir mo'min musulmonga eng kamida mana shunaqa uylarda ota-onasilar mazza qilib yashashni nasib ro'za aylasin. Bu uyga eng yaqin jigaringizga bitta like bosib jo'natib qo'ying.